Xush kelibsiz. Bugun bizda 26 mingta obunachilik kanal keldi. Qizig'i hamma odam bir oyda qo'shilgan. Statistikalar yaxshi. Yo'nalish shorts yo'nalishida kino qo'ygan. Xo'p, dushman xotin 2, lekin nomlarini sindirib yuboribdilar voqea. Xo'p, umumiy holatda mana shunaqa kino yo'nalishidagi kanal 3 million, 1,5 million, 4 million, xo'p 1 million 200, 1 million 400, 1 million mana shunaqa prosmotrlar bo'lgan do'stlar. Xo'p, shorts yo'nalishida oyiga 14 million prosmotr bo'lyapti. Video qo'ygan paytlar qayerda uchgan. Video hozir qo'ymayapti, statistika tashlagan. Kuniga hozir o'ldim deganda 100 ming prosmotr bor, lekin mana statistika tashlagan holida 100 ming prosmotr. Bu вообще нереально zo'r narsa bu. Videolar ichiga masalan reklama qo'yib, yana bu yerga bosib yursanglar bo'ladi. Xo'p, statistikasi yaxshi. Xo'p, monetizatsiya masalasiga kelsak do'stlar, hech qaysi o'zlarining videolari emas, shuning uchun kanal tarqalib yonmagan, original video qilib, cho'tki qilib, monetizatsiya yo'qolsa bo'ladi. Lekin mana videolarga kafolat bermaymiz. Masalan, egasi keyinchalik strek tashlab qolishi mumkin, balki tashlar, balki tashlamas. Endi xudo biladi uni. Shuning uchun masalan, staji bor odam bo'lsa olsin mana. Kanal narxi 26 mingtalik kanalimiz. 990 ming deyapmiz. Konkret oladigan odam bo'lsa kelishamiz do'stlar. Yana odam qo'shilib turaveradi. Mana biz narx o'zgarmay turadi. Mana kuniga e'tibor bersanglar 200 ta odam, 100 ta odam qo'shilyapti-da. Kuniga 100 odam qo'shilib turibdi. Endi 30 ming odamgacha narxni o'zgartirmaymiz. 990 ming so'm do'stlar. Konkret oladigan odam bo'lsa, narxini kelishamiz. Telegramda yozinglar 99lik 791 32 32 do'stlar. Faqat Telegramda yozsanglar, gaplashamiz xolos. Juda ko'p kanallarimiz bor. Telegramdan ko'rasizlar xolos. Salomat bo'linglar. Telegram nomerim shu nomerda aytgan nomerimda.